64 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Barchasi tayyor va birinchi raund boshlandi. Biroz avval Dog'istonlik jangchi, adashibman, Chechenistonlik jangchi ekan Ahmad klubidan. Demak, birinchi raund start oldi, low kick bilan boshlab berdi. Magomed Saliyev 15 ta jang o'tkazgan. 11 ta g'alaba va 4 mag'lubiyat. Alixo'jayev esa 12 ta g'alaba. Oyoq zarbalari yaxshi ishlayapti. Oo, yaxshi vaziyat, yana bir. Oo, davom ettirish mumkin. Aylanma zarba. Qanday kutilmagan nokaut do'stlar. Albatta kutilmagan zarba doim og'irroq bo'ladi. Kutilmagan zarba doim og'irroq. Turishga harakat qilyapti endi hamyurtimiz. Bu albatta jangchi instinkti. Lekin biroz dam olish kerak. Magomed Saliyev ham hozir raqibga hamdardlik bildiryapti, e'tibor bering. O'zini uzgan yo'q raqibidan. Takroriy lavhani tomosha qilamiz. Yaxshi ketayotgandi hammasi. Mana shu zarba nuqta qo'ydi hammasiga. Deyarli Amirxon g'olib deb o'yladik. Одержал Ахмат Кросс Чечня Магомед Saliyev. Xotirjamlik bilan nishonlayapti. Bu ham hurmat belgisi. Mana shu arenada yig'ilgan muxlislarga hurmat belgisi. Hech qanday shou qilmasdan tinchlik bilan nishonlayotgan. Ikki og'iz so'z so'rashyapti. Меня вчера на этой пресс-конференции замотивировали бонус $20 000. Такие моменты мы устраиваем. $2000 бонус. И хочу поблагодарить за такой теплый прием Узбекистан. Пишут, поддерживают. Спасибо вам, Узбекистан, сила! Также хотел поблагодарить свой клуб «Ахмат». Я там тренируюсь, прошел полноценную подготовку. И всех тренеров во главе с Мурадом Бичуевым и своего личного тренера Расула Жанаева, Мухаммада, всех. И Лига Мангу уровень. Уровень просто. Muhammad Saliyev. Demak, Saliyev bonusni talab qildi, $2000. Aynan mana shu bunday bonusni Jasur Alijonov kecha va'da qilgandi. Eng chiroyli nokautga deyilgandi. Menimcha haqli. Albatta.